Salom hammaga, yana kanalimizga ulashish haqli Anija. Bugun sizlar bilan sayohat birinchi qismini olamiz. U kutilganinglardek haligi men baliq oviga chiqqandim. Ha, baliq oviga. Hozir ko'rasizlar. Mana o'zim. Salom hammaga. Obunachilarim, salom. Happy voy. Qochdik. Ash kichkinasi yumuraksada. Voy, o'ldimi? O'ldi shekilli do'stlar. Xo'sh, meni ko'rib turganinglardek. Mana bu qarmoqni qo'limizga olamiz va voppale qilib otamiz. Va kutamiz. Mana bu yerda ko'pikchalar kelayotgan bo'lsa, o'sha baliq bo'ladi. Meni tutgandan keyin bitta mana bu tugmachani bosamiz. Shu bilan haligi baliq olinadi. Boya qani. Mana voy, yaxshi natija. Yana otamiz. Baliq ovi zo'r bo'ldi. Mana bu yerda bitta mana bunaqa bor va bunaqa bor. Ha, kutaylikchi, yana qanaqasi bor ekan. Oltin baliq tushsa. Yaxshi bo'lalaydi. Hoppalay otamiz. Voy. Qo'yayotgan baliq ekandim. Baliq, ya'ni bugun biz hozir baliq pishiryapmiz. Mana voy, yana ikkita bo'ldi. Zo'r tushibdi do'stlar bugun. Nimagadir. La, kela qolinglar baliqchalar. Ana sizlarni kutib qoldi. Qochib ketdi. Uzoqroq qochdik. Va yana kutamiz do'stlar. Va kutganinglardek baliq ilinmadi. O'lay, nimaga bunday qilib olding tentak? Mana shunday. Diqqat bilan kuzatamiz do'stlar. Men bitta qiz bolaga aytmayman, o'g'il bola, hattoki qiz bolalarga ham aytayman. Xo'sh. Negadir qanaqa baliqdan ham to'g'rimi? Haqlicha. Agar shu video 50 mingtadan nima edi 50 ya'ni 100 dan oshiq like bo'lsa, men akam bilan, ya'ni akajonim bilan boy va kambag'al o'yinini o'ynaymiz. Qani, nima bo'ldi? Voy, baliqni qo'yib berdik, do'stlar. Baliq uchun bo'lgan. Yana bitta ovlayman-da. Tezroq bo'lsin, quyosh ham botyapti. Tezroq kel baliqcha. Kutib qoldim. O'zi uyga ketishim kerak. Qani kela qolsang-chi. Do'stlar. Tushibdi quyosh. Xo'sh, tak. Kelyapti-ku, olib tashlasam. Kel. Nima? Bo'ldi, sanamga tegdi shunchasi.
Ne qilaman unday bo'ladi, bunday qilaman bo'lmaydi. Nima bo'lib bular kelishaverganmi? Shu ikkitasi bizga yetadi, to'g'rimi do'stlar? Agar to'g'ri bo'lsa to'g'ri deb kommentga yozinglar. Agar noto'g'ri bo'lsa kommentga, buni ham kommentga yozinglar. Tak, bizning uy ana bu yerda edi. To'g'rimi? Hozir bu birinchi qism, sayohat birinchi qismini aytdimmi bilmayman, lekin bu hozir birinchi qism. Voy, bale, va biz hozir pishirib xonim hozir juda xom och. Hattasini qo'yib, qani chiqsangiz ana chiqdik. Keyin ko'mir olishimiz kerak. Bizga ko'mir, ikkita ko'mir olamiz. Keyin ne qilib mana qo'yamiz va pishadi. Isqinida ana buni ishini yap qo'yaylik. Pishsa boshqa yo'lda otamiz. Do'stlar, qizlar va yigitlar, bu videoni men tugatmasam bo'lmaydi. Chunki nimaga deysizlarmi? Men telefonimni tugayapti. Bu hozircha birinchi qism. Agar shu 100 mingtadan like olsa, men ikkinchi qismini chiqaraman. U ham 100 mingtadan olsa, men ya'ni akam bilan o'zi kambag'al rolini o'ynaymiz. Ya'ni men boy, ya'ni akam boy, men kambag'al bo'lib o'ynaymiz. Hozir like va obunalar qilinglar. Bomba. Paka do'stlar, qizlar, ya'ni qizlar va xo'pmi? Paka